Assalomu alaykum do'stlar, mana kat yo'limiz baholasa zakaz bo'yicha tayyor bo'ldi. Bunga avtomatikalar qo'yilgan. Bu kat yo'limiz ham o'tin, ham ko'mir, ham gazga ishlaydi. Avtomatikalari o'zi o'chirib, o'zi yoqadi. Temperatura datchiklari qo'yilgan. Xo'p, kat yo'limizda bu dimoxod sohasida ham yarim santimetr joyda ichida suv yuradi. Shuning uchun mana bir tomonga padacha qo'yilgan. Gaz tomonga ham alohida qo'yib qo'yilgan padacha. Xohlaganingizni ishlatasiz. Xohlasangiz ikkovini bittaga ulab ishlatasiz. Garelkalari 10 talik qo'yiladi. Gaz tomonimizda turbamiz 50 ta bo'ladi. 20 lik turba qo'yamiz 1.7. Listlari ichki tomonlari 2 sersavinalari, tashqarilari 3-4 qo'yamiz. Xo'p, o'tin tomoni o'tin ko'mir yoqasiz. Ichiga bemalol 30-35 santimetrli o'tin ko'mirlar sig'adi. Kuldon qismi. Kullarini ham bemalol olib tozalab yoqaverasiz. Bu kat yo'limizda xuddi yuzdagi pechka yonganda yonaveradi. Mana bu joyi nima deyishlaringiz mumkin buni. Xo'p, yechib olsangiz, ichida bir qator turba terilgan, bir qator kitob qo'yilgan. Shu narsani ichini bemalol tozalab, vaqt bemahal bir oyda bir marta e'tibor qaratib tozalab tursangiz, xudo xolasa uzoq yil xizmat qiladi. Mana rashiritillari bilan tayyor. Klientimizga ertalabdan xudo xolasa tayyor qilib qo'ydik. Avtomatikalari hamma yo'g'i zo'r joyida. Borib yoqadi, ishlatib, maza qilib, xursand bo'lib duo qilsalar bo'ldi. Bizni ertalab videoga olib tashladik sizlarga. Yoqib ishlatishibdi. Mana aka. Bitta qo'lga tashlab qo'yishgan ekan. 15-20 minut oldin. Gazimizni ko'ringlarchi. Yo'q. Nima deyapti? Uch qo'lmi? Nasıl 3 qo'yib qo'ydim.